Assalomu alaykum birodarlar. Perforator Makita. Ana Tojikistonda Moskvadan kelgan, narxi 3700 rubl. Kimga hozir kerak bo'lsa marhamat 3700 rubldan aksiya ketyapti. Mana keyingisi svarishniy apparat Texa 250 amperlik. Svarishniy apparat 250 amperlik. Tak. Narxi bilan 3700 rubl. Marhamat, kimga interes bo'lsa, komplektdagi narsalari bundan keyin chiroyli keysi bor. Keyingisi polavtomat. Svarka polavtomat Yedon. Polavtomatni bilasizlar, 2 xil uradi. Elektrod bilan ishlaydi, plus kontashka ham uradi. Kontashkani bu yoqqa simni zapravka qiladi. Bunda запасной simi bor. Tak. Simni uradigan nimasi? Bu yoqda simlari. Bu korobkasi. Kimga interes bo'lsa marhamat aloqa chiqasizlar. Buning narxi 5000 rubl. 5000 rubl. Mana shu narsa o'zi Moskvaning o'zida 5300 rubl turadi. Agar shu ishi tushgan bo'lsa